Birinchi uyingizni qachon olgansiz? Birinchi uyimni shu seni hech kim seva olmaydi meningdek degan shularni aytganimdan keyin 3 oymi? 2 oy 3 oyning ichida uy, mashina, Juda omadli 2 oy 3 oyning ichida men shu 4 ta uy olganman. Shunaqa darajadagi bir Xudo berib omadli bo'lgan ekan. Ha. Juda omadli. Birdan kelib qolgan. Qarz so'ramaganman ana shu paytgacha birovdan. Prodyuser bilan ham ishlamagansiz? Yo'q, prodyuserim ham bo'lmagan, sponsorim ham bo'lmagan. Endi prodyuser qanaqa? Ish boshqaruvchi bor. Mumkin. Telefonimni qo'yib qo'ying. Ish boshqaruvchilar, prodyuserlarim bo'lgan. Sponsorim bo'lmagan men. Shuning uchun unga ehtiyoj bo'lmagan. Qarz olmaganman. Qarz tushunchasidan juda ham uzoqman, chunki niyatim shunaqada. Ey Xudo deyman, birovdan qarz qilmagin deyman. Yana xonadoningizda e'tiborimni tortgan shu holat bo'ldiki, rasmlar. Endi san'atni bir turi albatta, ma'nosiga tushunmadim faqat. Buni ma'nosiga o'zim ham tushunmayman. Endi bu italiyaliklarning shu attachentasi deydi-ku, attachentali o'zing topib ol degan joyda. Ishqilib bu uydan qimmat emasmi bu rasm? Lekin qimmatgina bu ham. Qimmatmi?